Hamma magazindan olib, sok ichyapman, foydali deb o'ylashadi. U magazindan sotib olgan sokingizni hech qanaqa 1% ham organizm uchun foydali tarafi yo'q. Men olmali sokni masalan uyda tayyorlab ichishni tavsiya qila olaman. 100% foydali tarafini ko'radi o'sha inson. Buni ham qachon ertalab o'sha choy ichishdan oldin 20-30 minut oldin ichishni tavsiya qilaman. Buni nima foydali tarafi bor deb o'ylaysiz? Yurak qon tomiri uchun, immunitet uchun, hazm sistemasi uchun bu juda ham foydali. Tarkibida B, C vitaminlari bor va mineral, ya'ni kaliy moddasi bor. Bular organizm uchun juda ham foydali. Lekin bilasizmi, olmali sokni kimga mumkin emas. Olmali sok hech qachon gastriti bor va pankreatiti bor insonlarga hech qachon men tavsiya qilmayman. Va yana qo'shimcha saharli diabet kasalligi bor insonlarga umuman tavsiya qilmayman. Foydali tarafi organizmda yurak qon tomiriga juda ham foydali tarafi ko'p. Undan tashqari xolesterin miqdorini kamaytiradi, immunitetni oshiradi va hazm sistemasiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Organizmingiz faol ishlashini xohlasangiz, sog'lom bo'lishini xohlasangiz, uyda tabiiy soklardan ichishni tavsiya qilaman.